Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada men Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun biz peshob tosh xastaligi haqida suhbatlashamiz. Doimiy muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Biz bir necha bor bu mavzuni olib chiqqanmiz, tayyorlaganmiz, lekin shunga qaramasdan sizlardan aynan mana shu mavzuni yana bir bor yoritishimizni iltimos qilgansiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu kasallik mintaqamizda juda ham keng tarqalgan. Savollarimizga javob olish uchun biz poytaxtimizdagi SBJ klinikasini yetakchi mutaxassislarni studiyamizga taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Marhamat, o'z o'rinlaringizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Nodir Hoshimov, oliy toifali shifokor urolog, androlog. Bahrom Usmonov, oliy toifali shifokor urolog. Abdumalik Qodirov, shifokor radiolog. Adham Ahtamov, shifokor urolog. Azizlar, hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Mutaxassislarga savollaringiz bo'lsa, bemalol studiyada joylashgan telefonimizga qo'ng'iroq qiling, o'z savollaringiz bilan murojaat qiling. Telegram chatimiz ham sizning xizmatingizda. Men esa birinchi suhbatdoshimni tanishtirib o'taman. Oliy toifali shifokor urolog Nodir Hoshimov. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu haqida biz ko'p suhbatlashganmiz. Yetuk mutaxassislar studiyamizda mehmon bo'lishgan, lekin yuqorida aytganimizdek, bizni muxlislarimizda savollar ko'p va aynan shu savollar bugun studiyada yangraydi. Bilasizmi, ba'zi bir insonlar Nigoraxon, yaqindagina toshimni oldirgan edim. 1 yil 2 yil o'tgandan keyin yana toshlar paydo bo'lyapti. Nimaga shunaqa ekan? Bu shifokorlarning aybimi yoki o'zi tabiatdan shunday yaralganmi yoki bunga moyilligim bormikan degan savollar bilan aynan menga murojaat qilishadi. Men shifokor emasman. Siz shifokor sifatida nima deysiz? Nimaga shunday bo'ladi? Nimaga qaytalanadi? Assalomu alaykum. Siyib tosh kasalligi O'zbekiston Respublikasi mintaqamizda juda ko'p uchraydi. Buning bir qancha sabablari bor. Bulardan birinchisi o'sha respublikamizdagi o'ziga xos iqlim sharoiti. Ya'ni yilning juda ko'p qismida havoning issiq va quruq bo'lishi organizmdagi suvning ter orqali chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning natijasida o'sha siydik yo'llaridagi peshobning konsentratsiyalanishiga olib keladi va bu toshlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Ikkinchisi bu bizadagi sifatsiz ichimlik suvi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda global muammo hisoblanadi. Mana Orol hududi bizga yaqin bo'lganligi uchun o'sha havodagi quruq tuzlar ochiq suv havzalaridagi suvlarga cho'kadi. Shuning natijasida suvning ifloslanishiga olib keladi. Artezan suvlarni ko'pchilik xalqimiz foydalanadi. Quduqlardan foydalanishadi. O'sha suvlar tarkibida juda ko'p kristallarning bo'lishi, tuzlarning bo'lishi o'sha organizmda tuzlarning cho'kishiga olib keladi. Uchinchi sabablari bu bizlarning o'ziga xos bo'lgan ovqatlanish tarzimiz. Ratsionimizda juda ko'p, masalan, yog'li mahsulotlarni, oqsilli mahsulotlarni, go'sht mahsulotlarini juda sevib iste'mol qilamiz. Albatta, o'sha oqsil mahsulotlari o'sha kalsiy, magniy tuzlari bilan birikkan holatda organizmda toshlarning paydo bo'lishiga sabab yaratadi. Yana bir sababi bor, boya aytganingizdek, bu irsiy kasalliklar fonida bo'ladi. Ya'ni organizmda, masalan, ba'zi odamlarda, masalan, ota-bobolarda tosh kasalligi bo'lgan bo'lsa, oilasida kimdir yana uchraydi. Bu kasalligi o'sha organizmdagi ma'lum bir gen yaxshi ishlamasligi natijasida organizmda moddalar almashuvi to'liqligicha bormaydi. O'zi hazm jarayoni degani organizmda inson ovqat qabul qilgandan keyin uni mayda molekula darajasida hazm qilish kerak, hujayra darajasida. Ba'zi insonlarda shu mahsulotlar hujayra darajasida parchalanib ketmaydi. Shuning natijasida qoldiq qanaqadir ingrediyentlar paydo bo'lib, bular toshlarning cho'kishiga paydo bo'lishi mumkin. Bir eksperiment qilishgan, bir xil guruhdagi odamlarga bir xil ovqat, bir xil hayot tarzi, bir xil ichimlik suv berishgan, ikkinchi guruh bemorlarga, masalan, odamlarga xuddi shu tarzdagi ovqatlanib bo'lgan. Lekin o'sha ikkinchi guruhdagi bemorlarda, odamlarda tosh paydo bo'lish boshlagan ma'lum bir vaqtdan keyin. Bu nimadan dalolat beradi? Shu organizmdagi ba'zi bir fermentlarning yetarli darajada ishlamasligi natijasida organizmda o'sha tuzlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Masalan,
ko'p go'sht iste'mol qiluvchi kishilar bo'ladi. O'shalarda urat tuzlari paydo bo'ladi. Bu o'sha go'sht tarkibidagi purin, pirimidin degan vositalar bo'ladi. O'shalarning yetarlicha parchalanmasligidan organizmda urat toshlari cho'kishga paydo bo'ladi. Ayniqsa bu Xorazm territoriyasidagi, respublikamiz janubiy hududidagi insonlarda ko'p uchraydi bu kasalliklar. To'g'ri aytyapsiz. Demak, o'sha bir necha sabablar aynan mana shu xastalikka olib kelishi mumkin. Bir necha soniyadan keyin biz davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmay ko'rsatuvi jonli efirda davom etadi va keyingi savolimiz belgilar haqida bo'ladi. Chunki odatda, misol uchun meni atrofimdagi insonlar ushbu xastalikka duchor bo'lsalar, juda ham og'riqli xastalik deyishadi. Ba'zilari aytadiki, agarda buyrakda bo'lsa uncha bezovta qilmasdi, lekin tosh ko'chganda bu og'riqqa chidab bo'lmaydi deyishadi. Keyin belgilar haqida gapirib o'tsak, boshida nimadan boshlanadi? Dastavval shu og'riqqa to'xtaladigan bo'lsak, o'zi ko'pchilik bemorlar og'riq bo'lgandan keyin tosh borligini bilishadi. Og'riq bo'lgandan keyin shifokorga murojaat qilishadi, shoshilinch tarzda shifoxonaga olib boriladi. Yurakda tosh siydik-nayga zertganingizda tushgandan keyin og'riq boshlanadi. Bu yerda og'riqning kelib chiqish mexanizmi shundan iboratki, siydik-nayga tosh tiqilgandan keyin buyrakdan peshob harakatlanishi buziladi. Ya'ni siydik yo'llarning urodinamikasi buzilib, buyrak ichida bosim oshgandan keyin buyrak atrofida maxsus kapsula bo'ladi. Shu kapsulada nerv tollari bor. Shular og'riqni his qilib, bemorlarda kuchli og'riq yuzaga keladi. Endi o'zi buyrakning to'qimasining ichida hech qanday nerv tollari yo'q. Og'riqda degan mexanizm yo'q. Aynan kapsuladagi bosim his qilgandan keyin og'riq yuzaga keladi. Siydik-nayda tiqilgan toshlar, demak, o'lchami katta kichikligiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi paytda toshlar kichik bo'ladi. Ular atrofida masalan bir tiqilgan paytida og'riq yuzaga kelishi mumkin. Tosh buralgandan keyin atrofidan peshob o'tib ketadi, og'riq qo'yiverishi ham mumkin bemorlarda. Shuning uchun og'riq bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi muhim belgisi bu siydik yo'llarda toza qon chiqishi, peshobda qonning paydo bo'lishi. Tosh ko'chgan paytida o'sha tosh o'zi buyrakda hosil bo'lgan paytda xuddi daraxtga o'xshab ildiz otib o'sib chiqadi. Ular joydan ko'chganda buyrakning maxsus apparati bor, Fornix apparati. Aynan mana shu yerda Fornix apparatidagi toshlar ko'chgan paytida, demak, o'sha yerdan qon ketishi mumkin. Yoki siydik yo'llarini jarohatlash natijasida, shu natijasida qon kelishi mumkin. Keyingi belgilari bu o'sha og'riq hisobidan organizmdagi to'sh orqasidagi quyosh chigaliga yaqin bo'lganligi uchun ko'ngil aynishi, ba'zi holatlarda qusish ro'y beradi bemorlarda, hamda peshobning rangining o'zgarishi, to'qlashishi mumkin, hamda peshobda o'ziga xos hid paydo bo'lishi ham mumkin. Shunaqa holatlar. Demak, mana shu belgilar namoyon bo'lsa, endi og'riqqa inson chida olmaydi, lekin boshlang'ich belgilari namoyon bo'lsa, shifokorga murojaat qilmoq zarur. Lekin mana hozir aytgan belgilaringizni ichidan eng oson payqash bu albatta peshobning rangi bo'lsa kerak, chunki ba'zi insonlar bunga ahamiyat beradi, ba'zilar yo'q, lekin meni nazdimda endi shuncha ko'rsatuvlar ko'rib, bu narsaga e'tiborliroq bo'lishi kerak. Inson o'sha hojatga borgandan keyin peshob rangidan ham shifokorga borish yoki bormaslikni bilib oladi. Ana endi tekshiruv usullariga to'xtalsak, shifokorga kelgan bemor, ya'ni sizni klinikangizga, huzuringizga kelgandan keyin birinchi bo'lib nima tekshiriladi va qanday tekshiruvlar o'tkaziladi? Klinikamizga kelgan bemorlarda dastavval anamnezini yig'ib ko'ramiz. Chunki bemor anamnezidan og'riq aynan buyrakka xosmi, xos emasmi? Chunki buyrak og'riqlari bemorning xatti-harakatiga bilan bog'liq emas. Buyrak kolikasi deyiladi yoki buyrak xuruji bo'lgan paytda bemor harakatlanadimi, harakatlanmaydimi, doim og'riq bo'lib turaveradi. Ikkinchisi o'sha boshlanish vaqti ko'pincha to'satdan ro'y beradi. U og'riq tana qismlarining boshqa joylari bilan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, bel og'riqlari bilan farqlab olishimiz kerak. Ba'zilarda kuchli, masalan, beldagi umurtqadagi churalar siqilib qolganda ham bel sohasida kuchli og'riq yuz beradi. Bemorlar ko'pincha yugurib rolka kelishadi. Mani pochkam og'rib qoldi yoki yuragim ushlab qoldi deb tekshirganimizda hech qanaqa belgilar bo'lmaydi. Dastavval o'sha ultratovush tekshiruvidan peshob analizi va chuqurroq bo'lgan diagnostik tekshiruvlarimiz bor. Bulardan bittasi bu kompyuter tomografiya tekshiruvi. Bu rentgen tekshiruvi hisoblanadi. Hozir mana ultratovushni ko'ryapmiz. Demak, birinchi tekshiruv shu. Peshob ham ko'rib chiqasizlar, agar adashmasam, tahlillari topshiriladi va shular yuzasidan keyin to'g'ri tashxis qo'yiladi. Bu yerda nima ko'ryapmiz? Bu yerda MSKT tekshiruvi. Marhamat. Bu yerda ha, iltimos qilamiz bundan keyingi slaydni ko'rsatishingizni. Mana MSKT. Kompyuter tomografiya. Bu yerda o'sha
chap buyrakda kengayish ko'rinyapti, buyrak jonchalari, siydik nayda kengayish. O'rta qismida siydik nayni. Yaltirab turgan shu tosh bo'ladi. Shu uzunasiga joylashib qolgan. Mana tosh. Shu kengaygan hisoblari o'sha buyrakda o'sha bosim oshgani hisobiga og'riq kuzatiladi. Endi bu xuddi shu bemorniki, ya'ni 3D ko'rinishi. Bundan to'qmal olib tashalgan. Apparatda shunaqa xususiyatlari bor. Toshni o'zini qaysi urovingdaligi, zichligini ko'rib aniq tashxis qo'yish mumkin bunda. Bu bemor bizga murojaat qilgan, bu bemorni operatsiya qilganmiz. Mana ahamiyatga qaratsangiz, o'ng tomondagi tosh katta. Chap tomonda ham toshi bor. Rasm o'girib bering ozgina. Rasm o'girilganda mana bu yerda tosh turibdi mana bu tomonda. O'sha kichkina tosh bemorda og'riq yuzaga keltirgan. O'ng tomondagi tosh boya siz aytganingizdek, buyrak ichida joylashgan toshlar hech qachon og'riq bermasligi ham mumkin. Yillar davomida yurishi mumkin, lekin og'riq yuzaga kelmasligi mumkin. Aynan chap tomonda kichkina tosh. Bu boshqa bemorimizda mana bir vaqtning o'zida ikki tomonda ham tosh bor. Demak, chap tomonda 4 ta tosh tiqilib qolgan, mana bemorimizda pastki tomon turibdi. O'ng tomonidagi toshlar mana buyrakning ichida bir qancha toshlar bor. Bizning tilimizda bu o'sha kamenniy doroshka deymiz, ya'ni toshlarning yig'ilgan. E'tibor bersam, xuddi marjon tergandek. Marjon terganda toshlar shunaqa. Bu bemorni operatsiya qilganmiz, bir vaqtning o'zida endoskopik usulda ham o'ng tomonda, chap tomon toshlarni bir vaqt o'zida shuni olib tashlab bemorni toshdan xalos qilganmiz. O'zi aslini olganda mana yuqorida bir necha tekshiruvlarni aytdingiz. Har birini o'tish zarurmi? Chunki ba'zi bemorlar aytadiki, pul ishlatgim kelmaydi, balki o'sha ultratovushda ko'rinib qo'ya qolar deydi. Lekin aslini olganda qanday vaziyat? Ham bunisini tekshiruvdan o'tkazish kerakmi? Endi muolaja qilishdan oldin tashxis aniq bo'lishi kerak-da. Aniq bo'lish uchun mana ultratovushda chiqdi. Endi ultratovushda ichaklarda havola bo'lishi mumkin. Keyin xalaqit qiladigan masala ko'p-da. MCKT qilinganda bu srez bilan qavatma-qavat tekshiradi. 100% tosh ko'ramizda. Aniq diagnoz bo'ladi. Bemor ham ishonch hosil qiladi, o'zi ham ko'radi. Keyin shunga qarab muolaja qilamiz. Muolajadan keyin yana kontrolni MCKT qilsa tosh yo'q. Demak, qolib ketgan bo'lishi ham mumkin ba'zi sharoitlarda. Demak, uni ham tekshirib olasizlar. Aslini olganda so'nggi nuqtasi baribir jarrohlik amaliyoti deydi ko'pgina shifokorlar, lekin bizning xalqimiz toshni o'zi tushirishni yaxshi ko'radi. Ya'ni kelib, mana shu tekshiruvlardan o'tishadi, tosh borligini bilishadi va undan keyin yaqinlardan, tanish-bilishlardan, internetdan har xil ma'lumot yig'ib, toshni o'zim tushiraman, o't o'lanlar ichaman, dorilar ichaman deb harakat qilib ko'rishadi. Buni foyda tomoni bormi yoki bu juda ham bir qo'rqinchli vaziyatmi? Nima deysizlar? Har bir toshni har bir inson holatida individual holat hisoblanadi. Sababi to'g'ri, ba'zi bir holatlarda urologlarning o'zi ham toshlarni mustaqil o'zini tushishi uchun dori-darmonlar bilan tushiga tavsiya yozib berishadi. Demak, bu konservativ davo hisoblanadi. Konservativ davo qilinadi. Lekin shu joyda ma'lum bir jihati borki, har bir vaziyat, har bir bemor holati bu alohida vaziyat. Toshni joylashgan joyi, uni o'lchamlari va yondosh qo'shimcha muammo, sog'liqdagi shikoyatlar, muammolar bormi, yo'qmi, shulardan inobatga olib, lecheniya, ya'ni davolash taktikasi hal qilinadi. Agarda tosh chiqish joyiga yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'lchamlari kichkina bo'ladigan bo'lsa, siydik yo'llarida infeksiyalar bo'lmaydigan bo'lsa, u holda konservativ toshdan qutulsa bo'ladi. Lekin mabodo toshning o'lchamlari katta bo'lib, uni tushish vaqti cho'ziladigan bo'lsa, u holatda operativ yo'llarni tanlashga bo'ladi. Demak, bunday bemorlar baribir nazoratda, kuzatuvda bo'ladi va qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Yana qo'shimcha qilib ularda hozir aytdilar, o'sha qo'shimcha kasalliklarda bir xillarda sahni diabet bo'ladi, bir xillarda yuragi kasal. Og'riq bo'lgandan keyin davleniya qon bosimi oshib ketadi. To'g'ri. Qon bosimi oshib ketgandan keyin yurak xuruj bo'lish ehtimoli shu unaqa kasallarda tezroq muolaja qilib toshdan qutulishni tavsiya qilaman. Demak, yana ikkinchi kasallikni qo'zg'atmaslik uchun og'riq fonida buni tezroq davolash kerak. Mana jarrohlik amaliyoti deyapmiz. O'zi jarrohlik amaliyotini bilamiz, bir nechta turlari bor. Keling shu haqida ham batafsil gaplashsak, sizni klinikangizda jarrohlik amaliyotini qaysi turlari o'tkaziladi? O'zi jarrohlik amaliyot turlari juda ham ko'p. Mana men hozir birinchisi bu zarb to'lqinli davolash usuli hisoblanadi. Ana bu yerda maxsus mana bu apparat
kuchli tovush to'lqinlar berganda toshlarning orasidagi kimyoviy, ya'ni bunaqa bog'larni yechadi, shuning tosh bo'laklarga bo'linadi. Bu usulni buyrak toshlarida, siydik nayda turgan toshlarda foydalanishimiz mumkin. Qachonki tosh, masalan, odamni tosh suyagini orqasiga bekingan bo'lsa, suyak orqasida turgan vaziyatda bu davolash usuli samara bermaydi. Chunki tovush to'lqini borib suyakka borib urilib qaytadida, toshni o'sha fokusga olib ura olmasligi mumkin. Albatta shu holatlarda bu kamchiligi shu tomoni shunda usulni. Ikkinchisi bu buyrakdan, agar toshlar katta bo'lsa, buyrakdan maxsus o'sha asboblar orqali kirib, kichkina teshik orqali kirib toshlarni olib tashlash mumkin. Masalan, tosh o'lchamlari katta bo'lsa, boyaga aytib o'tganimizdek, infeksiya holatlar chaqirayotgan bo'lsa, shuni olib tashlanadi. Hozir studiyamizda ham shunaqa instrumentlar olib kelganmiz, bemorlarga ko'rgazmali bo'lish uchun. Ha, ko'rsataylik, chunki odatda biz bu narsani juda ham qo'rqinchli deb his qilamizda, lekin hozir mana animatsiyada ko'ryapmizki, unaqa qo'rqinchli tomoni yo'q. Demak, siz ham hozir mana bu buyrakda joylashgan toshlarni olish uchun maxsus instrumentimiz bor. Buning nomi nefroskop deyiladi. Aynan mana shunday kichik instrument bilan buyrakka kichkina teshib kiriladi. Shu instrument bilan buyrakka kirilib, bu yerdan mana bunaqa maxsus lazer nimasini, voloknasini olib kiriladi. O'sha instrument ichidan, bu yerdan teshigidan kiradi. Buning ichida maxsus kamera ulanadi. Bu kamerani maxsus bizning stoykamiz bo'ladi. O'sha stoykaga ulangan holatda ekranda ko'rib turib, toshlarni lazer yordamida mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, keyin shipchiklar yordamida yoki masalan korzinkalar yordamida uni buyrakdan olib chiqamiz. Agar o'sha moslama ham bor bo'lsa, uni ham ko'rsataylik. Teletomoshabinlarimizga bu juda ham qiziq. Mana masalan, buyrakda joylashgan toshlarni mana bunaqa kichkina instrumentlar yordamida mana hozir ko'rsatamiz. Mana bunaqa maxsus shipchiklar deymiz endi, qisqichlar yordamida bu o'sha nefroskop ichidan kiradi. Tosh lazerda maydalangandan keyin shu ichiga kirib, mana bu yerdan toshni bo'laklarini olib, o'sha ustida tubusi bo'ladi, ustida maxsus. Shu tubus buyrak ichida qoladi. Buni ichidan har safar buyrak teshib kirmaydi. Maxsus g'ilof qo'yib qo'yilgandan keyin o'sha g'ilofcha orqali kirib, kameradan ko'rib turib, toshlarni ushlab bo'lak-bo'lak olib chiqiladi. Mana ko'rib turibmiz. Xuddi mana shu amaliyot mana shu yerda shu bajariladi, mana bunaqa ushlab. Mana. Demak, mana shu dardni his qilayotgan insonlar bemalol sizga murojaat qilishlari mumkin, chunki hozir teleekran orqali ham mana namoyish qilyapmiz. Juda ham kam invaziv, deyarli og'riqsiz o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti. Yana bir usul bor. Bu undan-da xavfsizroq bo'lgan usuli. Siydik nayda joylashgan toshlar bo'ladi. Mana boya aytib o'tdik. Qachon tosh siydik nayga tiqilgandan keyin bemorlar his qiladi. To'g'ri. Shunaqa holatdagi bemorlarimiz uchun mana maxsus shunaqa instrument bor. Buni egiluvchan ureterovenoskop deyiladi. Bu o'sha erkak kishi yoki ayol kishini tabiiy uretera siydik kanaldan kirib borib, buyrakgacha bo'lgan toshlarni parchalashimiz mumkin. Buni mana xususiyati shunday bo'ladiki, mana instrument qo'l bilan boshqariladi. 180 gradusga buriladi instrument. Buni ichidan boyagi hozirgi mana shu maxsus lazer tolani ichkaridan o'tkazib, bu yerdan chiqarib, demak bu moslama kameraga ulanadi. Kamera ostida ko'rib turib, toshlarni maydalashimiz mumkin. Hozir kadrda ham shu jarayonmi? Bor. Mana aynan shu jarayon bor mana. Hozir mana shu xuddi shu yerda kirib borib, siydik toshga borish protsessi ko'rsatilgan. Bu ham narkoz ostida o'tkaziladimi? Albatta. Bunga ko'pincha spinal narkoz beriladi yoki holatga qarab turib umumiy narkoz berilishi ham mumkin. Mana uni uchida maxsus mana kamera yoritgichlari va kamerasi bor. Bular monitorga ko'rsatiladi, shifokor bemorlar ko'rib turadi. Shunga maxsus lazer to'lqinini olib kelib, mana demak lazer bilan maydalanadi. Mana xuddi shu holatdagi instrument mana. Mana ichida toshlar lazer chiqadi. Ichida kamerasi bor. Yana yonida teshigidan lazer chiqadi. Biz ekranda ko'rib turib, mana bundan boshqarib, tosh o'ng tarafda bo'lsa, buni qayiltiriladi, o'ngga chapga qayiltirib turib toshlarni olish mumkin. Undan tashqari mana bu toshlarni olib chiqish uchun bemorlarga hech qanaqa ziyon keltirmaydigan maxsus korzinkalar bor. Mana hozir animatsiyada ham ko'rdik. Animatsiyada ko'rsatilgan korzinkalarimizni mana ochib, mana ochiladi uchi. Uchi ochilib, ichiga toshlarni kiritib olib chiqishimiz mumkin. Shunga o'xshab toshlar kiradi. Tosh ushlatadi, tushib ketmaydi. Agar operatorlarimiz ko'rsata olishsa yaxshi bo'lardi. Mana hozir buni tosh deb tasavvur qilsak, mana hozir tosh tushib ketmaydi. Buni bemalol tortib olib chiqish mumkin. Siydik yo'lida.
bel orqali narkoz beriladi. Bemorlar balkim qo'rqishligi mumkin, hozir uzun o'lchamlari katta deb o'ylashligi mumkin, lekin bemorlar operatsiya jarayonida umuman og'riq sezishmaydi. Chunki narkozning turlari ham Masalan, bu amaliyotlar bir necha yillar oldin kesib, ochiq usulda operatsiya qilingan. Hozir bemorlarni operatsiya qilganimizdan keyin bir kun klinikada qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda amaliyotdan keyin 2-3 soatdan keyin bemorlarga uyga javob beramiz. Bu juda Ertalab ham yaxshi. kelishadi, kech payt ketishadi. Ketishadi shu tomon yaxshi. Bilasizmi, hozir rejissyorlarimiz aytishyapti, bizda video bor. Bu video oddiy video emas, aynan mana shu jarrohlik amaliyotidan qo'rqadigan insonlar uchun. Chunki hozir shifokorlarimiz batafsil tushuntirib berishgani boshqa, lekin amaliyotni o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, menimcha qo'rqmaysiz. Demak, marhamat, videoni tomosha qilamiz. Mana hozir bemorimizda o'ng buyrakning ichida tosh turibdi. Tosh o'lchamlari 1 sm atrofida edi. Bemorda 2 marta qon siyish belgilari bo'lgan, og'riq alomatlari bo'lmagan, MCKTda tosh borligi aniqlandi. Hozir toshni hech qanaqa kesmasdan mana shunaqa maxsus gibki, ya'ni egiluvchan endoskop bilan buyrak ichidan kirib toshlarni olib tashlayapmiz. Hozir lazer bilan mana ko'rishingiz mumkin. Mayda-mayda bo'laklarga bo'lib tashladik. Ekranni ko'rsating. Mana ekranda mana toshlarni ko'rishingiz mumkin. Buyrak ichida toshlar to'liqligicha maydalanib ketdi. Toshlarni mana shunaqa qum holatda keltirib qo'yamiz. Mana toshlar mayda-mayda bo'laklarga bo'lindi. Ularni maxsus korzinka yordamida olib chiqamiz hozir. Toshdan og'riqsiz tez xalos bo'ladi. Bemorga ertasi kuni uyga javob beriladi. Demak, bu juda ham tez o'tkaziladigan kam invaziv jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Jarohatsiz hech qanaqa kesmalarsiz bajariladi. Bu aytganingizdek, bizanikilar ko'p bemorlar tabibga o'ziga tushishga harakat qilishadi. Endi tosh tiqilib qolgandan keyin buyrak ishadi, buyrakni ish faoliyatiga ham ta'sir qiladi-da bu. Yo'q, to'g'ri. Mutaxassisga murojaat qilinsa afzal bo'ladi-da. Buyrakni saqlab qolishga uzoq muddat yordam beradi. Chunki bir tanishim aytgandiki, bu ayollarning o'sha tug'ruq vaqtidagi dardiga tenglashgan og'riq bo'lishi mumkin. Bunday og'riqqa chidab bo'lmaydi degandi. Demak, bugun ko'rsatuvimiz davomida aynan mana shu og'riqdan qanday xalos bo'lish haqida gaplashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda reklama. Ko'p tarmoqli SPJ Medical klinikasi sizlarga keng ko'lamli tibbiy xizmatlarni taklif etadi. Klinikada xalqaro tibbiyot standartlariga mos ravishda katta va kichik turdagi lazer, laparoskopik, endoskopik jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Urologiya, ginekologiya, otorinolaringologiya, onkologiya va qorin bo'shlig'idagi jarrohlik amaliyotlari shular jumlasidandir. SPJ Medical klinikasida MSKT, raqamli rentgen, ultratovush kabi zamonaviy diagnostika usullari va barcha turdagi laborator tekshiruvlar amalga oshiriladi. Klinikada urolog, nefrolog, ginekolog, travmatolog, lor, kardiolog, terapevt, nevropatolog, endokrinolog, gastroenterolog va pediatr kabi malakali mutaxassislar xizmati mavjud. SPJ Medicalda barcha davo usullari tasdiqlangan tibbiyotga tayangan holda olib boriladi. Bemorlar ambulator va statsionar sharoitda xizmatlardan, fizioterapiya, ozonoterapiya muolajalaridan foydalanishlari mumkin. SPJ Medical sifatli tibbiy xizmatni istaganlar uchun ishonchli manzil. Hurmatli teletomoshabinlar, reklama vaqtida biz mehmonimizni taklif qildik va aynan mana shu mehmonimiz o'z boshlaridan shu dardni o'tkazganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Xolmurod Xidirov, yoshim 56 yoshda, o'qituvchiman. Pedagoglik faoliyat bilan shug'ullanaman. Bu yerga endi taklif qilishdi. Bugun xasta bo'lmang ko'rsatuviga og'riqlar ichida eng og'riqni his qilgan, og'ir bir holatni boshimdan kechirgan bir holat to'g'risida hozir sizlarga aytib bermoqchiman. Marhamat. 2023-yil yoz oylarida, avgust oyida qandaydir kutilmaganda belda og'riq paydo bo'ldi.
sekin sekinlik bilan sim og'rib, bu og'riq kuchaya boshladi. Buni bel shamol olganga yo'ydim, o'tib ketar degan maqsadda hech qanaqa vrachlarga, shifokorlarga murojaat qilmadim va bir muddatda bu og'riq shunchalik darajada tezlik bilan kuchayib bordiki, bir haftani ichida og'riqni endi to'xtatish uchun qandaydir chora ko'rishimga to'g'ri keldi. Shunda ham shifokorlarga murojaat qilmasdan og'riq qoldiruvchi ukollardan foydalandim. Ya'ni diklofenak ukoldan olib har 7 soatda o'sha og'riqni qoldirish uchun har 7 soatda ukolni olib ishga ketib, borib, darsga kirib, boshqa ishlar bilan shug'ullanib, o'sha vaqt yetgan paytda qaytib shu ukolni olishim kerak edi, hattoki yonimda olib yurdim. Bu shunaqangi og'riq ekanki, buni oxir oqibatda buni chidab bo'lmay qoldi bunga. Erkak kishini endi yig'lashi juda og'irdir. Bu og'riqni hech bunaqa tasavvur qilmaganman. Umuman tasavvurga sig'dirib bo'lmaydigan og'riq bu. Chidab turishga imkoniyati yo'q. Hech qanday sizni to'xtatib qoladigan, sizga yordam beradigan narsani o'zi yo'q. Hamma narsani dunyo ko'zingizga qorong'i ko'rinadi unaqa paytda. Ana shunday holatda shifokorlarga endi murojaat qilishda hech qanday endi boshqa yo'li yo'q. Shifokorlarga murojaat qilib, mana Sirbishi klinikasiga murojaat qildim. U yerda shifokorlar tomonidan o'sha tibbiy tekshiruvlar o'tkazish, ya'ni MCT qilishdi va aytishdiki, o'sha buyrakning chap tomonida tosh to'plangan. Tezlikda buni agar operatsiya holatida tosh olib tashlanmasa, yana ham og'irroq asoratlarga sabab bo'lishi mumkin degan holatda operatsiya qilishdi. Operatsiya birmuncha qiyinroq o'tdi. Birinchi operatsiya edi bu. O'sha paytlarda tosh olish ancha murakkab kechdi, chunki juda ham qattiq holatda ko'p to'planib qolgan ekan o'sha chap tomon buyroqda. Men bu narsa endi oldin hech qanaqa og'riq bermaganda, bilinmagan, kutilmaganda to'plangan endi bu toshlar oxirgi nuqtasiga yetib kelib qolgan ekan. Agar balki o'sha men olgan ukollar ta'sirida bu og'riqlarni qo'yib yuborganda qanday holat kelib chiqishi mumkin edi, oxir oqibatda u juda ham xavfli bo'lishi mumkin. O'zi xavfli vaziyatda, chunki birinchidan o'zi boshida aytmoqchi edim, oldin bilmaganman deyapsiz. Demak, qanaqadir profilaktika uchun tekshiruvlardan ham o'tmagansiz, ultratovush tekshiruvlaridan. Biz teletomoshabinlarimizga ko'p bora takrorlaymiz, hozir ham ayni vaqti. Agarda mana shunday og'riqlarga duchor bo'lishni istamasangiz, albatta hech bo'lmasa bir yilda bir marta ultratovush tekshiruvidan o'ting. Chunki bu juda ham muhim. Har bir organni odam tekshirib yursa, shunaqa kasalligim bor ekan, demak nimadir og'riq bersa, keyin bo'ldi, kimga borishimni ham bilaman deydi. O'tmagansiz vaqtida, og'riqlarga qanday chidagansiz men hozir tasavvur qila olmayman. Demak, birinchi jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Keyin hozir shifokoringizdan so'raymiz, qanday bo'ldi? Ularda uzoq yurish natijasida o'sha tosh siydik nayining etiga yopishib ketgan. O'rtasiga vroschi kamin deyiladi, yopib etishib ketgan. Etdan ajratib olish juda qiyin bo'ldi. Tosh olingandan keyin, o'sha tosh olingandan keyin siydik nayiga maxsus stent qo'yib qo'ydik. Sababi tosh olingan joyda yara bor. Agar o'tga stent qo'ymasak, o'sha yara bo'lib yopishib, keyinchalik tosh bo'lmagan vaziyatda ham og'riq berishi mumkin. Boyaga aytganimizdek, buyrakdan o'sha qovqat, peshob harakatlanishi buzilishiga olib kelishi mumkin, torayish olib kelib, bu keyinchalik bu juda og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Hattoki buyrak qurishigacha olib kelishi mumkin, tosh uzoq vaqt turganda. Bu kabi bemorlarimiz juda ko'p, to'g'risi. Hattoki yaqinda ham muolaja qildik, bir bemorimiz buyragi yiringlab ketgan. Ichidan yiring. Maxsus naycha qo'yib qo'ydik. Hozir 15-20 kundan keyin keyingi amaliyotga tayyorlaymiz. Sababi hattoki bemorlarda buyrak qurishigacha olib keladi. Ilojsiz bemordan buyrakni olib tashlashga to'g'ri kelib qolgan vaziyatlar ham bor. O'ylaymanki, hozir teletomoshabinlarimiz sizni diqqatlik bilan eshitishyapti, chunki o'z vaqtida o'tkazilmagan amaliyot, ya'ni o'tkazmadingizmi, vaqt o'tib ketdimi, mana shunday achinarli holatga olib kelishi mumkin. Buyrak ikkitagina esingizdan chiqarmanglar. Demak, bu birinchi amaliyot, ikkinchisi ham bo'lgan. Yana bir yildan keyin, mana 2024-yil sentyabr oyida yana kutilmaganda chap tomon buyrakda sanchiq, og'riq paydo bo'ldi. O'tib ketishini kutib, bir muddat bunday endi uzoq emas, 3-4 kun kuzatdim.
og'riq yana ham kuchayib boshladi. Endi bildingiz kimga borishni. Tezlikda keyin yana o'sha oldingi operatsiya o'tkazilgan buni SPJ klinikasiga borib yana murojaat qildim. U yerda shifokorlar tomonidan qayta tekshiruv o'tkazildi. Ko'rishdiki, yana qayta tosh to'plangan. Yana qayta tosh to'plangan. Buni sababini o'zimcha bir o'yladimki, albatta endi Maxtumqul aytadiki, sog'likni qadriga yetish kerak deydi. Toki u xasta bo'lmasdan burun, kasal bo'lmasdan oldin uni qadriga yetishimiz kerak. O'sha birinchi operatsiyadan keyin shifokorlar tomonidan menga tavsiyalar aytildi. O'sha parhez ushlash masalasiga, lekin bunga men ko'p e'tiborsizlik qilgan deb o'ylayman o'zimda. Bu ikkinchi marta operatsiya bo'lish jarayonida o'sha kutilmagan bir iste'mol qilingan go'sht mahsulotlari yoki boshqa o'sha achchiq, sho'r mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilganligim o'ylayman mana shu toshni qaytadan to'planishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi amaliyotda endi operatsiya amaliyoti nisbatan endi yengilroq kechdi bu. O'sha operatsiya holatini hattoki o'zim kuzatib ham turdim. Operatsiya qilganda ekranda ko'rib kuzatib. Endi hozir mana o'tgan mana qariyb 7 oy vaqt o'tgan bo'lsa, shifokorlar tavsiyasiga ko'ra o'sha parhezni jiddiy ushlagan holatda jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanib, o'zim o'sha sog'ligimga jiddiy e'tibor qaratib kelyapman. O'ylaymanki, endi bunaqa holat endi qayta takrorlanmasa kerak. Hammaga tavsiya qolardim. O'z sog'ligiga odam e'tibor qilish kerak. Birinchi navbatda ish, boshqa muammolar, boshqa xatti-harakatlar bilan yuraveramiz, lekin sog'ligimizga e'tibor qaratmaymiz. Juda ham to'g'ri. Sog'ligimizni o'sha birinchi navbatda o'z joy-joyida qo'yib ushlab tura olsak, hamma narsaga ulgurishimiz mumkin. Katta rahmat sizga, chunki har gal bizning studiyamizga mehmonlar kelsa, men xursand bo'laman. Boshidan o'tkazgan inson boshqacha gapiradi, boshqacha tushuntirib beradi. Ya'ni kim teletomoshabinlarimiz o'rtasida shunday dardga chalingan insonlar bo'lsa, hozir sizni ko'rib turib, o'z vaqtida shifokorga borishadi degan umidimiz bor. Katta rahmat, sizni hurmatli studiyamizdan kuzatib qo'yamiz. Tashakkur, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Kelganingiz uchun katta rahmat. Marhamat. Assalomu Hurmatli teletomoshabinlar, biz esa bugungi dasturimizni davom ettiramiz va aynan sizdan kelgan savollar bilan hozir shifokorlarga yuzlanamiz. Tasodifan ultratovush tekshiruvida peshob nayida 0,2 mm tosh borligi aniqlandi. Usra bezovta qilmagan, toshni oldirishim shartmi? Qanday maslahat berasiz? Demak, tosh o'lchami kichkina ekan, 0,2 mm deganlar. Menimcha 2 mm bo'lsa kerak. Chunki 0,2 mm toshda ko'rinmaydi. Bu toshlarning holatlarida agar siydik yo'lga tushadigan bo'lsa ham mustaqil chiqib ketish ehtimolligi yuqori. Shuning uchun bemorimizga peshob analiz topshirish va 1 yilda 2 marta shu profilaktik ko'rikdan o'tish tavsiya qilamiz. O'zi aslini olganda qanday hajmdagi toshlar o'zi tushib ketadi? Bu holat hammada har xil. Ba'zida amaliyotda shunday holatlar bo'lganki, 1 santimetrdan katta toshlar, deyarli 2 santimetrlik o'zimni amaliyotimda bo'lgan bir mijozimda 2 santimetrga yaqin tosh o'zi tushgan. Boshqa bir holatda 3 mm razmerdagi o'lchamdagi tosh 3 oycha sidunayning eng pastki qismida, ya'ni sidunayning qovuqlangan joyi sidunayning eng tor qismi hisoblanadi. Ana shu joyida 3 oycha turgan. Lekin bu holatda yana bir holatda aytish kerakki, bemorlarimizga sidunayning pastki qismida joylashgan tosh og'riq simptomidan ko'ra ko'proq siyishdagi muammolarni keltirib chiqaradi. Ya'ni tez-tez qatnash, siy bo'lgandan keyin hojatxonaga borgandan keyin qoldiq siyda qolib ketganlik hissiyoti va har xil peshob jarayonida achishish, dizuriya deymiz. Ana shu holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu holatda ham bunga bee'tibor bo'lish kerak emas, albatta tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Tashakkur. Yana savollar. Yoshim 53 ta, bitta buyragim quriganiga 16 yil bo'ldi. Har 6 oyda 1 yilda davolanib turaman. Bitta buyrak bilan yashash xavfli emasmi? Nimalar qilishim kerak? Qanday muolajalar olishim kerak debdilar. Kim javob beradi? Bemorimiz doimiy tarzda o'sha urolog shifokor nazoratida bo'lishlari kerak bo'ladi. O'sha ultratovush tekshiruvidan har 6 oyda o'tishlari kerak bo'ladi. Qondagi va siydagi analizlarni taqqoslab ko'rib, o'shanga qarab bemalol hayot faoliyatlarini davom ettirsalar bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lishlari kerak. Har xil o'sha buyrakdagi jarohat olishlaridan ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki ularda bitta buyrak bo'lganligi uchun.
Tashakkur. Yoshim 57 da, astma kasalligim bor, siydik yo'limda tosh tiqilib qolgan. Lazer yo'li bilan operatsiya qilamiz deyishdi. Meni holatimda shu operatsiyani qildirsam bo'ladimi? Kim javob beradi? Astma kasalligi bo'lsa, bunday holatda bemorlarga umumiy narkoz berish qiyin. Sababi o'sha bilamiz, astma kasallikda o'pkaning ko'p qismini o'lik prostranstvo egallaydi. Shuning hisobiga nafas olish chegaralangan bo'ladi bemorlarda. Bunday holatda bemorlarimizga bizlar o'sha boya aytganimizdek, albatta uni MSKda tekshiruv kerak, tosh qaytib turganini ko'rishimiz kerak. Tosh masalan siydik nayning pastki yoki o'rta qismida turgan bo'lsa, o'sha spinal narkoz deymiz, bel orqali beriladigan narkoz bajarib, o'sha narkoz orqali boyagi aytgan usulimiz orqali kirib bemordan toshdan to'liq xalos qilishimiz mumkin. Demak, murojaat qilishlari mumkin. O'zim kuzatib turdimdilar-ku. Beldan ukol qilinadi, uxlamaydi bemor, lekin sezilmaydi. Orqa miya anesteziya deyiladi. O'zlari kuzatib, o'sha yerda jarayonni kuzatib turadilar, og'riq sezmaydilar. Hamma jarayonni o'zlari tabiiy ko'rib turishlari mumkin bemalol. Tashakkur. Yoshim 63 da, chap buyragim shamollab, asorati qolgan, kista bor, 6 santimetrli, yorilib ketish xavfi bormi? Bu qanchalik xavfli? Endi mana hozir bugungi amaliyot kecha bajardik, to'g'rimi? Kecha kista bo'yicha amaliyot bajardik klinikamizda. Ayol kishi murojaat qildilar bizga, holsizlik, onda-sonda isitma chiqishi, quvvatsizlik bilan. Ular yoshlikdan buyrakda kista bo'lgan. Dastlabki kista razmeri kichkina bo'lgan, keyin kattalash bo'lganda, endi bizga kelganimizda u bizdan oldin ko'p mutaxassislarga borgan, terapevtlarga, kardiologlarga borgan, chap buyrakda kista bo'lgan, chap qovurg'a ostida og'riqlar bor. Bemor 10 kun, 15 kun davomida o'sha mutaxassis kardiologda davolagan. Shaharimizdagi klinikalarda davolagan, lekin bemorda hech qanday o'zgarish sezmagan. Holsizlik, quvvatsizlik. Keyin MSKda tekshiruv o'tkazganimizda, mana mutaxassisimiz tomonidan ko'rdilarda, o'sha kontrast modda yig'ishiga qarab turib, bu kista yoki parazitar kista bo'lishi mumkin, yoki ichida qon yig'ilgan bo'lishi mumkin, yiring yig'ilgan bo'lishi mumkin deb taxmin etdilar. Kecha bemorimizni amaliyotga oldik. Amaliyotga olganimizda, o'sha kistani punksiya qilganimizda, laparoskopik usulda amaliyotga punksiya qilganimizda ichidan yiring chiqdi. U yiring atrofi qalin qobiq bilan o'ralib, organizm uni tarqalib ketishini himoya qilish maqsadida qalin qobiq bilan o'ralib saqlab yurgan. Agar yorilib ketsa nima bo'lardi? Yorilib ketsa organizmga o'sha boyagi yiring qon tomirlarga so'riladi, sepsis holatiga kelib chiqishi mumkin yoki infeksion shokka tushib qolishi ham mumkin. Isitma baland ko'tarilib yoki isitma ko'tarish natijasida bemorda o'sha infeksion o'zgarishlar rivojlanishi mumkin. Qonda har xil kasalliklar rivojlanishi mumkin. Shuning uchun bemorimizga tavsiya sifatida aytamiz, kistangiz bo'lsa, 1 yilda 2 marta o'sha ultratovush tekshiruvi, oddiy peshob analizi yetarli. Mana qarang, 6 santimetr deyaptilar. Oldirishlari kerakmi? Yo'q, agar og'riq bermasa, tegish kerak emas. Agar og'riq bersa, kuzatuvda kattalashayotgan bo'lsa, o'sha 2 oy, 6 oyda 2 keyin yana bitta kistalar bo'yicha muhim joyi bor. Maxsus Bosniak degan klassifikatsiya bor. Bu klassifikatsiya bo'yicha kistalarni mana hozir bu yerda ko'rsatilgan kistalarning ichida agar to'rlanish yuzaga kelsa, mana oddiy kista bo'ladi, dumdumoq kista bo'lishi mumkin. Lekin kistaning ichida pardalar paydo bo'lishni boshlasa, bu kistalar vaqt kelib malignizatsiya deymiz, rakka aylanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Masalan, o'shaning uchun maxsus bir olimimiz Bosniak tomonidan ixtiro qilingan klassifikatsiya bo'yicha agar kistalarni o'sha pardalanishi, bitta pardalanishdan keyin ko'payishni boshlasa, ikkita uchta o'rtasida to'siqlar paydo bo'lsa, buni sizda rak kasalligi ehtimoli yuqori deb bemorga o'sha operativ davolash usuli tavsiya qilinadi va buni bajarish o'sha qat'iy bo'lib qoladi shu joyda. Demak, hammamiz aytayotgandek, har bir inson 1 yilda hech bo'lmasa 1 marta ultratovush tekshiruvdan o'tishi shart. Chunki aynan shunday ultratovush tekshiruvlarida ba'zi bir kasalliklarni boshini shifokor ko'rib davolashi osonroq kechadi. Hattoki onkologiyani ham, chunki o'tkazib yuborsa keyin qiyin. 45 yoshdaman, ko'p peshobga boraman, tomchilab turadi, nima maslahat berasiz? Javob beradi. 45 yoshdan 2 yosh bo'ladigan bo'lsa, tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Sababi shikoyat ma'lum bir kasallikning alomati hisoblanadi. Lekin afsuski xalqimizda shu shikoyatlarga chidab turib, uy sharoitida yoki har xil damlamalar yoki boshqa xalq tabobati haligi vositalardan foydalanib, shu kasallikni avj oldirishga sabab bo'lishligi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan o'tish kerak, vrach urolog mutaxassisga murojaat qilish kerak va aniq diagnoz qo'yish kerak. Balkim oddiy siydik yo'llarida infeksiya bo'lishi mumkin. Bu bitta ikkita tabletka bilan konservativ davolanishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda bu ancha jiddiy
asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu sababdan tekshiruvdan o'tish bu albatta o'tish kerak bo'ladi. Tashakkur. Yoshim 67 da 2 marta ketma-ket sistit bo'lib qiynalyapman. Issiq kiyinib yuraman, nima sabab bo'lishi mumkin debdilar. Sistit kasalligi o'sha ayollarimizda ko'p uchrovchi infeksion kasalliklardan biri hisoblanadi. Endi sistitning sabablari juda ham ko'p. Birinchi navbatda o'sha sistitda ko'pchilik ayollarda sistit kasalligi tahoratni noto'g'ri olishdan bo'ladi. Sistitga chaqiruvchi infeksiya ichak tayoqchasi deyiladi. Ichak tayoqchasi normada odam ichagida bo'ladi. Endi o'sha ko'pchilik tahorat olish jarayonida yoki yuvinish jarayonida o'sha infeksiyani siydik yo'liga tushirib qo'yadi. Shuning natijasida o'sha mikrob, o'sha ichak tayoqchasi mikrobi qovoq shilliq qavatini ostida yashaydi va u ko'payadi. Ma'lum bir vaqt kelganda, immun tizim pastga tushganda, sovqotganda yoki bir immunitetni tushiruvchi kasalliklar bilan duchor bo'lgan paytda sistit qo'zib bemorni bezovta qiladi. Bunday holatda bemorga tavsiya qilamiz. Dastavval siydik analiz topshirish kerak. Siydik analizidan tashqari siydikni bakteriologik ektirish kerak. Aynan qaysi mikrob o'syapti, qanday antibiotikka sezgirligi bormi, yo'qmi, bo'lsa o'sha antibiotik vositalarni tavsiya qilinadi. O'sha siydikdagi leykositlar miqdoriga qaragan holatda hamda ultratovush tekshiruvi hamda eng yana muhim bo'lgan tomoni o'sha siydikda sitolog analiz olinadi. Hozirgi kunda qovoq o'smalari ham rivojlanib ketgan, juda ko'p uchraydi. Aynan yassi qovoq o'smalari bo'ladi. Ultratovush tekshiruvida ko'rganingizda hech qanaqa o'sma, masalan, bir daraxt sifatida o'sib chiqqan hosillar bo'lsa, ularda tekis bo'ladi. Bemorlarda hech qanaqa, masalan, siydikda o'zgarishlar tomoni o'sha tez siyish, achib siyish, biroz qon kelish belgilari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sitolog analiz olish kerak hamda sistoskopiya tekshiruvi bor. O'sha maxsus endoskopiya yordamida mana studiyamizda ham bor. O'sha mana shunaqa sistoskop yordamida buni maxsus kameraga ulanadi, monitorga ulangan holatda o'sha qovoq ichini kameraga ulab turib, qovoq ichini to'liq ko'rib chiqiladi. Sababi bu tekshiruv davomida o'sha qovoqdagi yaralar, o'zgarishlar, ba'zi holatlarda qovoqda leykoplakiya degan kasallik bo'ladi. Bu xuddi sistitga kechadi simptomlari. Lekin bemorlarimizga, masalan, shifokor ginekologlarimiz yoki terapevtlarimiz uzoq vaqt davomida antibiotik berishadi. Bemorda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Biroz yengillanish bo'lishi mumkin, yana takrorlanadi. Leykoplakiya kasalligida aynan mana shu sistoskopiya tekshiruv orqali tashxisi tasdiqlab, unga tegishli davo usullari qo'llangandan keyin bemor shu sistitga o'xshash kasallikdan to'liq xalos bo'ladi. Tashakkur. Qo'shimcha o'rnida antibiotiklarni pala-partish qabul qilish ham sistitni qayta bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Demak, davolaymiz deb o'zimiz qarshi uyda mavjud tabletkalarni ichishadi 1 kun, 2 kun, lekin antibiotik o'zini ichish dozasi bor va davomiyligi bor. Agarda shu qoidalarga amal qilinmaydigan bo'lsa, o'sha peshob yo'llaridagi bakteriyalar antibiotikka juda ham haligi sezuvchanligi tushib ketib qoladi. To'g'ri, chunki o'zini tahlili bor, antibiotiklarni ham o'sha tahlildan o'tib qaysi antibiotik sizga to'g'ri kelishini bilganingizdan keyingina qabul qilganingiz yaxshi. O'g'lim 20 yoshda 1 yil oldin buyragi qattiq og'rib shifokorga murojaat qildik, buyragida tuz ko'chibdi deb dori-darmonlar yozib berdi, davolandik, lekin bu holat yana 2-3 marotaba takrorlandi. Hattoki peshobi qonli kelgan paytlar bo'ldi. Bu holat qaytalanaveradimi? Nima qilish kerak? To'liq tekshiruvdan o'tish kerak. Ya'ni har bir og'riqli holat bu alohida holat. Ya'ni tosh siydikdagi tiqilib qoladi va tushib ketgandan keyin og'riq o'tib ketadi. Lekin buyrakni kosachalarida, bo'shliqlarida yana mayda toshlar saqlangan bo'lsa, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin shu toshlar yana siljib, yana peshob yo'liga tiqilib qolishi mumkin. Bu ikkinchi holat hisoblanadi. Shuning uchun bir toshdan qutulgandan keyin to'liq tekshiruvdan o'tib, buyraklarda, kosach jom sistemasida toshlar qoldimi yoki qolmadimi? Shunga aniq savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Agarda ularning o'lchamlari kichkina bo'ladigan bo'lsa, balkim uzoq vaqt davomida konservativ yo'l bilan o'sha toshlarni eritib turib, shu kabi og'riqli holatlarni oldini olish mumkin bo'ladi. Tashakkur. Yoshim 49 da sistit bo'lganman, urolog sistoskopiyadan tekshirib, siydik qovoq leykoplaksiyasi deb tashxis qo'ydi. Leykoplakiya. Hozir aytib o'tdik. Demak, bu savolga deyarli javob berdik. Leykoplakiya kasalligi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Leykoplakiya kasalligida mana odam terisida yassi epiteliy bo'ladi. Terimizdagi epiteliy muguzlanadi. Mana qo'limiz bilan ko'chirganda joyidan ko'chishi mumkin. Aynan o'sha leykoplakiya kasalligida qovoqning ichida
o'zi normada silindrsimon epiteliylar bo'ladi. U epiteliyalarning bo'yi uzun bo'ladi. Shularning orasida nerv tolalari bo'ladi. O'sha surunkali shamollash bo'lish natijasida tashqi uretradagi, ya'ni ayollarning tashqi uretrasidagi epiteliyalar ichkariga o'sib kirib, boyagi silindrsimon epiteliyning o'rnini yassi epiteliy qoplab oladi. Yassi epiteliyning bo'yi kichkina bo'lganligi uchun ustini qoplagandan keyin nerv tolalari ochilib qoladi. Nerv tolalari ochilib qolgandan keyin ularga har qanaqa faktor, masalan sovuq ham, issiq ham, masalan jo'mrak jildiragan ovozi yoki boshqa ta'sirot ham uni qo'zg'atib yuboradi. Shuning natijasida bemorda xuddi sistit belgisi bo'laveradi. Bunaqa holatda biz o'sha klinikamizda ham bir nechta ayollarga shunaqa muolaja bajarganmiz. O'sha qovoqdagi lekoplokiya bo'lgan joyni, zonani lazer yordamida ablyasiya qilinadi, kuydiriladi. Kuydirilgandan keyin sog'lom epiteliy o'sib chiqib o'rnini qoplagandan keyin bemor boyagi klinik belgilardan to'liq xalos bo'ladi. Tashakkur. Otamda siydik yo'llarida tosh aniqlandi. Jarroh toshlarni olib tashlab, keyin siydik nayiga stent qo'yish kerakligini aytyapti. Biz boshqa vrach bilan maslahatlashdik, stentni asoratlari bo'lishi mumkin dedi. Operatsiyadan so'ng vaqtincha kateter qo'ygan yaxshiroq deyapti. Siz qanday maslahat berasiz? Bu paytda o'sha bemorda siydik nayidagi tosh operatsiya vaqtida ma'lum bo'ladi holati. Siydik nayida tosh uzoq vaqt turgan bo'lishi mumkin yoki siydik nayini jarohatlagan bo'lishi mumkin. Agar siydik nayi jarohatlangan yoki uzoq turgan bo'lsa, bunda o'sha siydik nayiga stent qo'yilishi shart bo'ladi. Demak, hozir biz yo'q, biz undan oldingi videoni ko'ryapmiz. Stent studiyamizda bor, ko'rsatib beramiz. Stent olib kelganmiz, ataylar bemorlar ko'rsatish uchun. Marhamat, vaqtimiz juda kam qolyapti, shuning uchun tezroq ko'rsatamiz. Mana shu maxsus stent bo'ladi. Endi bu juda kichkina bo'lganligi uchun bunaqa ko'rinmasa kerak. Bu o'sha maxsus ikkita buramasi bo'ladi. Bitta buramasi buyrakda turadi, ikkinchi buramasi qovoqda turadi. Bu aynan tosh olingandan keyin o'sha joyda boya aytib o'tganmiz, yara paydo bo'lib, siydik nay bekilib qolmasligi uchun buni o'rnida qo'yib ketiladi. Bemorda o'rtacha 15 kundan 1 oygacha bo'lgan muddatda turadi. Keyin bemorda ambulator holatda operatsiyadan keyin olib tashlanadi. Bemor to'liq keyin sog'lom hayot tarziga qaytishi mumkin. Bu bilan ham yurishi mumkin, ishlashi mumkin. Hech qanaqa og'riq chaqirmaydi. Faqat ichkari turganligi uchun biroz diskomfort bo'lishi mumkin bemorlarda. Siydik yo'lini jarohatlangan joyi tiklanib olish uchun qo'yiladi. Qo'yiladi. Bo'lmasa torayish berib qo'yib yana qo'shimcha boshqa muammo rivojlanishi mumkin. Tashakkur. Qizim bitta buyrak bilan tug'ilgan ekan, buni yaqinda bildik. Kelajakda bu qizimiz salomatligiga hech qanday ziyon keltirmaydimi? Bitta buyrak holati buyrakli o'z juft a'zo hisoblanadi. Ikkinchi buyrak bo'lmagan holatda o'sha yagona buyrak ikkinchi buyrakning vazifasini o'z zimmasiga oladi. O'lchamlari kattalashadi. Mana hozir shu vaziyatni ko'ryapmizmi? Mana bu holatda. Ana shu holatda. Ana shu holatda. Anomal rivojlangan buyrak kosachijon sistemasi bu. Chap buyrak tug'ma mavjud emas. Yagona 10 buyrak, lekin e'tibor beradigan bo'lsak, siydik nayi ham anomal ravishda buyrakdan chiqqan. Lekin bu holatda ham agarda buyrak faoliyati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, muammoga sabab bo'lmasligi mumkin. Lekin bu vaziyatda kosachijon sistemasida biroz kengayish bor mavjud. Agar sog'lom bo'lsa, hech qanaqa muammo joyi yo'q bemor uchun. Lekin bitta buyrakni asrash ham qiyinroqda. Qiyinroq. Qizim 29 yoshda, 10 yil oldin bitta buyragi olib tashlangan, bitta buyrak bilan ham farzandli bo'lishi mumkinmi? Homiladorlikni ko'tara oladimi? Mumkin, bemalol homilador bo'lishi mumkin. Faqat qat'iy homiladorlik davrida qat'iy urolog nazoratda turishi kerak. Ginekolog nazoratda turishi kerak shuni. 4 yoshli nevaramda yaxshi sifatli angiolipoma aniqladi. Xavfi yo'qmi? Uni qanday davolash kerak? Angiolipoma bu xavfsiz o'sma hisoblanadi. Uni kuzatuvda bemorlarni olib borish kerak bo'ladi. Ya'ni ularning o'sish tezligini nazorat qilish kerak. Atrof to'qimalariga o'sadi, o'smaydi, shuni nazorat qilish kerak bo'ladi. Odatda ular hech qanday muammo keltirmaydi. Ya'ni og'riq yoki boshqa bir shikoyatlarga sababchi bo'lmaydi. Tekshiruv payti aniqlanadi ko'pincha. To'satdan chiqib qoladi. Qon hosil bo'lib, o'tdan angiolipoma deydi. Qonash hosil, qonasi endi o'shanda qanaqadir amaliyot qo'llanadi. Savollarimiz juda ham ko'p. Qay birini berishni bilmayapman. Dadam 67 yoshdalar, 2 oy oldin ularga prostata adenomasi aniqlandi. Hozir peshob yo'liga kateter qo'yilgan, operatsiya qilish kerak ekan. Qanday holatlarda jarrohlik amaliyotiga murojaat qilinadi?
hozir bemorimizda prostata bezi adenomasi kateterizatsiya qilingan bo'lsa, demak bu CD tutilishi ro'y bergan. CD tutilishini ro'y berishi kateterizatsiya qilish bu operatsiya o'tkazish uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Agar shu holatda uzoq vaqt davom etsa, bemor butun umr drenaj bilan qolib ketishi mumkin. Qovoq o'z funksiyasini yo'qotgandan keyin qovoq funksiyasini tiklashini uzoq vaqt talab qiladi. Shunaqa holatdagi bemorlarimizga aynan pastdan tabiiy CD yo'l orqali etaklarga katter qo'yib, uzoq muddat yurish tavsiya qilinmaydi. Haligacha ham ko'p gapiramiz. Ko'pchilik bemorlarimiz 1 oylab, 1,5 oylab yurishadi. Uretra kanallari, prostata bezlarining yiringlashiga olib keladi. Keyin kateterga qo'shilgan infeksiya bo'ladi. Ularni davolash juda qiyinchilik tug'diradi. Antibiotiklarga ular rezistent bo'ladi. Uzoq vaqt infeksiyadan qutulish qiyin bo'ladi. Shuning uchun CD tutilish belgilari bo'lyaptimi, qiyinchilik bo'lyaptimi, o'z vaqtida urologga kelish kerak. Uni tashxislab, shuni o'z vaqtida davolansa, bemorlarda muammo bo'lmaydi. Tashakkur. Hozir bizda reklama, keyin studiyaga qaytamiz. Ko'p tarmoqli SPJ Medical klinikasi sizlarga keng ko'lamli tibbiy xizmatlarni taklif etadi. Klinikada xalqaro tibbiyot standartlariga mos ravishda katta va kichik turdagi lazer, laparoskopik, endoskopik jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Urologiya, ginekologiya, otorinolaringologiya, onkologiya va qorin bo'shlig'idagi jarrohlik amaliyotlari shular jumlasidandir. SPJ Medical klinikasida MSKT, raqamli rentgen, ultratovush kabi zamonaviy diagnostika usullari va barcha turdagi laborator tekshiruvlar amalga oshiriladi. Klinikada urolog, nefrolog, ginekolog, travmatolog, lor, kardiolog, terapevt, nevropatolog, endokrinolog, gastroenterolog va pediatr kabi malakali mutaxassislar xizmati mavjud. SPJ Medicalda barcha davo usullari tasdiqlangan tibbiyotga tayangan holda olib boriladi. Bemorlar ambulator va statsionar sharoitda xizmatlardan, fizioterapiya, ozonoterapiya muolajalaridan foydalanishlari mumkin. SPJ Medical sifatli tibbiy xizmatni istaganlar uchun ishonchli manzil. Hurmatli teletomoshabinlar, so'nggi savol va undan keyin siz bilan xayrlashamiz. O'g'lim 26 yoshda, 12 yoshidan beri varikotseliya xastaligi bor, uylanganiga 4 yil bo'ldi, hali ham farzandli bo'lishmadi. Bunga o'g'limdagi varikotseliya kasalligi sabab bo'lishi mumkinmi? Albatta, varikotseliya kasalligi o'sha bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Buni o'sha ma'lum bir tekshiruvlari bor. Birinchi navbatda UZI tekshiruvi, Doppler tekshiruvi qilinadi va urug' analizi topshiriladi. Urug' analizida o'sha sifati juda ham past bo'lsa, bunda o'sha varikotseliya operatsiyasini olib tashlash amaliyotini o'tkazish kerak bo'ladi va bemor tez orada farzandli bo'lishi mumkin. O'zi aslini olganda bu to'ydan oldin qilinishi kerak-a? Adashmasam, yosh bola necha yoshda qilinadi bu? Bu ma'lum bir yoshi belgilanmagan. O'sha bolalarni o'sish tezligiga qarab, o'shanga qarab belgilanadi va agar tomirlari juda kattalashib, 3-darajali varikotseliya holatiga kelib qolgan bo'lsa, 16-17 yoshdan boshlab operatsiya qilinadi. Tashakkur. Aslini olganda bugungi suhbatimiz juda ham kerakli va qiziqarli suhbat bo'ldi. Chunki barcha bizga yuborilgan savollarga javob berishga harakat qildik. Vaqtimiz yetmadi. Savollarimiz qolib ketdi. Shuning uchun agar imkon topsangiz, albatta Telegram chatimizga kirib, mana shu savollarga javob berishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Kelganingiz uchun katta rahmat. Tashakkur. Barcha ishlaringizda omad yor bo'lsin. Katta rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, ertaga to'g'ridan to'g'ri efirda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.